va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bittalar sizlardan rahmat sizlarga. Jonajon qishlog'imiz Sutepadamiz. Ya'ni 10 kilovatli inverterga 15 kilovatli panel o'rnatsa bo'ladi. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Mana biz bugun Farg'ona shahar Jonajon qishlog'imiz Sutepadamiz. Mahallaga qo'yib berdik. Mahalladoshimiz elektr tokini tejash maqsadida bizga 10 kilovatli quyosh panel stansiyalariga zakaz berdilar. Biz kelib o'rnatib ishga tushirib beryapmiz. Xudo xolasa, xo'sh, demak, nimalarni ishlatdik? Bu yerga panellarimiz Ford Solar bo'lib, ugolnik hamda profillarni kraska qilib berdik. Xudo xolasa, zanglamaydi. O'zini maxsus krepinalardan ishlatdik. Endi buni 10 kilovatli quyosh panel stansiyasi bu xonadonga, mahalladoshimizga 36 million so'mga tushdi. Bularning ichida bonus qilib o'sha cho'tchikni va stalbadan kabel tortib berdik. 36 million so'mning ichida montaji ishlab qoldi. Hozir tushib sizlarga xudo xolasa inverterimizni ko'rsatamiz. Inverterni olgan shu oldik, shu tarzda o'rnatib berildi. Mana aytayotgan cho'tchigimizga shitlarni qo'yib, paxtalarni o'rnatib berilibdi. Bu 10 kilovatlik inverterimiz bo'lib, bu tagida shiti, bitta perdaxrantillarimiz, DC avtomatlar, chaqmoqdan himoya, shunday bo'lib berilgan. Bu 10 kilovatli inverterimizga 5 kilovat o'zini zapasi bor, ya'ni 10 kilovatli inverterga 15 kilovatli panel o'rnatsa bo'ladi. O'z aslida xo'p, demak, pastdagi raqamlarga bemalol chiqaveringlar. Pastda raqam qo'yganmiz va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bittalar sizlardan rahmat sizlarga.